diskni zajganiyasini qanday to'g'rilashni ham ko'rsatib o'tib ketaman. Svichani shunday yechasiz. Mana bular ko'rsat. Shuni chapqa qilib tashlaysizda, tepkini asta tepasiz. Svicha tepaga chiqsin. Mana tepaga chiqib, mana tushaman deyapti. Mana eng tepasini topasiz. Keyin mana magnitni ariqchasi bor, mana fazi. O'shanga mana buni temirchasi bor, ko'rinyaptimi? Ana shuni to'g'rilaysiz. Ikkovi teng bo'lishi kerak. Mana. To'g'ri. Mana shu to'g'ri zajgani mana. Mana shunday qilasizda, 3 ta bolchani iti bo'shatib, buni qimirlatib qisib qo'yasiz, bo'ldi.